Ko'zga qo'yadi. Azamjon qalay Ramazon oyining ikkinchi kuni ham o'tdi mana Xudo xolasa o'tyapti. Xudo sabr berib, chiroyli tarzda o'tkazdik. Uyga qaytdik, ijodlarni oldi mana Azamjon ijodlar qilib. Sekin asta-sekin qoplarni to'ldirib mana Qorboboni qoplariga o'xshab Kelorlar, iftorlik bilan tog'lar. Xudo xolasa. Mana hozir Bo'stonga qarab, Bo'ston siyosatining oldidan o'tib ketyapmiz. Notakan shamunidan kelar ekan. Kim? Qaysi buni tekin? Ya, ha. Oshxonada buni tekin. Shunaqa, xullas, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, barchaga Ramazon muborak bo'lsin. Keyin yana bir nima iltimos qilib qolaman, yo'llarda iltimos. Shofyor akalar, sekinroq yuringlar iltimos. Ozgina sekinroq. Shoshilib hech kim manziliga yetib olishingiz mumkin. Boshqa odamga manziliga yetkazib qo'yishingizga sal qolyapti. Ba'zi bir qo'shtirmoqchidagi akalarimiz, ukalarimiz iltimos ozgina sekinroq yuringlar. To'g'rimi Azamjon? To'g'ri. Sekinlash kerak. Yo'l qoidasi, umr qoidasi. Dubbey ko'rgach. Ashi yo'l harakat kitobidanida adashmasam, Azamjon. Mana To'lqin akam ham ketyapti mana. Hammaga rahmat, o'zinglarni ehtiyot qilinglar, biz sizlar bilan musofirda yurganlar joninglarni saqlanglar. Hali oilalar uchun keraksizlar. Rahmat hammaga. Oho, Mirzoyev aka tushimsiz. Ketdik mana.